Tarixning eng qo'rqinchli kasblaridan biri sanalgan gunohxo'r kasbi tarixiga yuzlansak, o'tmishning unutilgan ko'plab kasblari orasida aynan bu kasb o'zining vahimali mohiyati bilan ajralib turadi. Bu kasbning nomi gunohxo'r. Bu sirli odamlar o'lim to'shagida yotgan kishining yonida paydo bo'lishardi. Chunki qarindoshlari marhumning ruhi gunohlar yukidan xalos bo'la olmasligidan xavotirlanishardi. Ramziy haq odatda bir burda non va bir qultum piva evaziga gunohxo'r marhumning barcha gunohlarini o'z zimmasiga olardi. Bu esa uning ruhiga narigi dunyoga pok vijdon bilan ketish imkonini berardi. Har bir marosimlarda gunohxo'r tobut ustiga qo'yilgan ramziy ovqatlarni yeb, marhumning gunohlarini o'ziga singdirib olardi. Har bir marosimdan so'ng gunohkor xuddi gubka kabi boshqalarning gunohlarini o'ziga shimib, tobora chuqurroq zulmatga botib borardi deb hisoblashardi. Hech kim unga tegishga yoki hatto gaplashishga jur'at eta olmasdi, chunki u eng dahshatli illatlarning yig'indisi bo'lib qolganiga ishonishardi. Ko'p o'tmay bunday odamlardan qocha boshladilar. Ularning taqdiri esa ayanchli bo'lardi. Jamiyatdan quvg'in qilish, yolg'izlik va nafrat. Gunohxo'rlik kasbi Angliya, Shotlandiya va hatto Markaziy Yevropaning ayrim hududlarida mavjud edi, ammo xristian e'tiqodi tarqalishi bilan u asta-sekin yo'qolib bordi.